Karmin, biz his qilmasdan xotirjam yeb kelayotgan bir hasharotdir. Taxminan hamma kishining dasturxonida jinasti qiyomi bor. Bo'ljirganlik tort, kola, gazliq ichimlik, jinasti suyi, marojna, qizil rangli sig'izlar, shokoladlar va boshqalar. Hammamiz bu mahsulotlarni cho'qim iste'mol qilgan va yoki iste'mol qilishga davom qilyapmiz. Bu mahsulotlarning ko'pinchisining biz hech bilmaydigan o'rtaq alohidaligi bor. U bo'lsa-mu, hasharotdan elingan bir moddani o'z ichiga olgan bo'lishidir. Karminik asid ismli bu qo'shimcha modda kaktus daraxtini makon qilgan bir xil hasharotdan elinadi. Karmin hasharati kaktus daraxiga xuddi qonidek chaplashib hayot kechiradi. Meksikada bu ish uchun alohida karmin etizliklari barpo qilinmoqda. Bu hasharotlar yemakliklarimizga qo'shilish uchun boqquchilar tomonidan to'planmoqda. Karmin hasharotining vujud va tuxumlaridan qo'lga keltirilgan karminik asidning Yevropa Birligi EC kod sistemasidagi belgisi E120 dir. Yemek-ichmak sohasida qizil ranglantiruvchi deb ishlatilayotgan bu hasharotning qini, badani va tuxumlari sap ranglantiruvchi E120i va ham qo'shimcha modda E120ii shaklda bozorga selinmoqda. Karminik asidning ishlab chiqarilishi jarayonida hasharotlar quritilgandan keyin ikki shaklda o'ldiriladi. Qaynoq suvga cho'ktirilib yoki qiziq o'rg'i tashlab qo'yilib. Ishlab chiqarishdagi usul farqi va yoki hasharotning farqi qizil, qiynoq so'sin rang va shaptul chechki ranglarning shakllanishiga sabab bo'ladi. 1 kilogram rang ishlab chiqarish uchun 150 mingdan 160 minggacha qani hasharati kerak bo'ladi. Karminik asid ismli modda yemaklik, dorigarlik, raqchilik va bo'yoqchilik sanoati qatorliq bir muncha yerlarda ishlatilmoqda. Marojna, sig'iz, sut mahsulotlari, tortlar, kamputlar, gelatinlik tatliq turmalar, shokoladlar, har xil meva va ko'ktat qiyomlari, kolbasa qizilar, kola va gazliq ichimliklar, jinasti suyga o'xshash bir muncha yemak-ichmaklardan boshqa uylarimizning tom ranglarida va gilamlarida, ustimizdagi kiyimlarda yoki bir teri asrash maylarida, lavsuruq upa angliklarda, malhamlar va husn tuzash mahsulotlari bilan so'punlarda oldimizga chiqadi. Karminning sog'lomligi ziyonli ekanligi mutaxassislar tomonidan isbotlangan masaladir. Ingliz yemaklik o'lchimi agentligi FSA karminning nafas siqilish kasali va ziyoda sezgurlikka reaksiya qilganligini, ba'zi kishilarda sezgur reaksiyaning eng shiddatlisi bo'lgan anafilaksiyalik shokka sabab bo'lganligini dokulat qiladi. Mutaxassislar bu reaksiyani davolash uchun bemorning doktorxonada yetishi kerakligini aytishmoqda. Yana kelib karminning ziyoda aktivlashish, nafas siqilish, o'ltamiratga va uyqusizlikka sabab bo'lganligi isbotlangandir. Karminning diniy jihati joiz yoki emasligi haqida olimlar o'rtasida talash tortish bo'lgan bir masaladir. Sura Maidaning 3-oyatida Janobi Alloh uch holda qonni yeyishning harom ekanligini bildirdi. Lekin ba'zi olimlar karmin moddasi bo'lgan mahsulotlarning harom emasligini bildirdi. Bu so'zni yaqilg'uvchilar ishlab chiqarish asnosida hasharotning qinining ishlatilmaydiganligi yoki bo'lmasa quritishga o'xshash ishlar bilan qonning ba'zi mazhablarga ko'ra harom bo'lish alohidaligini yo'qotadiganligi ko'z qarashini sabab sifatida ko'rsatdi. Lekin bu masalada tadqiqot elib borgan mutaxassislar hasharotdan qo'shimcha moddaga aylantirish bosqichida hasharot qinining ishlatilmaydiganligining mumkin emasligini ifoda qilishdi. Bu xususda uzun muddat tadqiqot elib borgan va yavatgan narsalarimiz ichida nimalar bor ismli kitobida karminik asid masalasiga yer bergan g'izo harakati boshlig'i Kamal O'zar bu masalaga aloqador bir maqolasida ma'lumotlarimni yangilash uchun elib borgan bir tadqiqotimda ko'plagan g'arb manbalarida bu hasharotdan maydonga keltirilgan moddaning qonni o'z ichiga oldiganligini alohida eskartganligini yana bir qatim ko'rdim degan shaklda aniqlama berdi. Halol g'izo kinishkisi beradigan ishonchli tashkilotlardan biri bo'lgan Gimdas rasmiy to'rbetida karminik asid moddasi bo'lgan yemakliklarga halol g'izo kinishkisi bermaydiganligini bildirgan. Shundoq, bu bir haqiqat. Hammamiz bir yilda eng az 0,5 kilogram hasharot
va hasharot qini yeymiz. Hasharotshunoslik professori Marshall Dick o'tgan yili qilgan bir so'zida ishlangan tayyor yemaklik iste'mol qiladigan har bir kishining ma'lum darajada hasharot yeganligini shu shaklda bayon qiladi. Dunyoning har qanday bir yerida ishlab chiqarilgan yemaklik iste'mol qilganlar cho'qim hasharot yegan bo'ladi. Buning miqdori bir yilda taxminan 500 gram. Sho'xli qiyomi, xosing murabbosi yoki bo'lki qatorliq butun yemakliklarda hasharot bordir. Xulosa qilib shu savollarni so'rashimizda foyda bor. Qachingizga bir hasharot quyilsa, buni yemtingiz. Buni yemagin, xatarlik deganlarga bular muhim masala emas. Hech nima bo'lmaydi deb og'zingizga salamtingiz. Va modomiki qon iste'mol qilish to'ng'iz go'shtiga o'xshashla harom bo'lsa va karmenik asid qiyomdan go'shtlargacha, seg'izdan marojnigacha nihoyatda ko'p mahsulotlarda ishlatilmoqda. Undaqda to'ng'iz go'shtini yemaslik haqida ko'rsatgan jiddiyligimizni jinnasti qiyomiga o'xshash, bo'ljirganlik marojniga o'xshash bir munchilg'an E120 kodliq karmenik asidni o'z ichiga olgan moddalardami ko'rsatib atamdiq.